11. bab. Hazor Patsahı Yabin bu işlerini anlayan haman etraftaki patsalığa yani Madon Patsahı Yobabqa, Şimron Patsahı ve Akşab Patsahı'ga, Şimali tağlık rayonlardaki patsalığa yani Celiliye Kölü'nün canub tarafıga joylashgan Araba rayonundaki patsalığa, G'arbiy İdriklardaki patsalığa, G'arb tarafga joylashgan Nafodor zeminidagi patsalığa, G'arbiy Kanan ve Sharqiy Kanan zeminidagi patsalığa, Amor patsalarga, Hitlar, Perizler, tağlık rayonlardaki Yubuslar ve Misbah zeminiga qarashliq Harmon tağ eteklerideki şehirlerde yaşaydıgan Xivlarga haber evetdi. Bu patşalar barlık koşunlarını başlap geldi. Ularning qo'shinlari son sanoqsiz bo'lib, xuddi dengiz sohilidagi qumdek ko'p edi. Ularning nurg'un ot va jang harvillari boy edi. Bu podsholar birlashib, Isroillar bilan urush qilish uchun qo'shinlarini boshlab, Mirom yenidagi suv bo'ylariga bargoh qurdi. Parvardigor Yoshuvaga yana mundaq dedi: "Ulardan qo'rqma. Men ate Boşu vaqtgacha ularning hammasining jasadini sizlarga topshirib beraman. Sen ularning otlarining peyini kesib et. Jang harvalarini kuydirib tashla." Shuning bilan Yoshuva barliq qo'shinni boshlab, Mirom yendiki suv bo'ylariga joylashgan dushmanlarning ustiga tuyuqsiz besib kelib, hujum qildi. Parvardigor dushmanlarni Isroillarning qo'liga tushirib berdi. İsraillar ularni Büyük Sidon şehri ve Misrefot Mayimgacha shundaqla Misbaq jilg'isining sharqigacha qo'g'lab berib, birmu odamni tirik qoldirmadi. Yoshuva Parvardigorning buyrug'idek ularning otlarining peyini kesib etib, jang harvalarini kuydirib tashladi. Yoshuva qo'shinini boshlab kayniga qaytib, Hazor shahrini egildi ve Patsahini qilish bilan o'ltirdi. Hazor Patsahi shu chaqda shu joydagi barliq patsalıqlarni boshqaratdi. İsraillar Hazor shahridagi barliq odamlarni qilish bilan tal to'kkiz yo'qitib, hech qanday tirik jon qoldirmadi. Shaharni kuydirib tashladi. Yoshuva Parvardigorning xizmatkori Musa payg'ambarning buyrug'ini bo'yicha Şimaldaki barliq şehirlerini egilib, ularning podshohlarini tal to'kis o'ltirdi. Bu şehirlerdeki barliq odamlarni qilish bilan qirg'in qildi. İsraillar Hazor shahridan boshqa do'ngliklarga qurilgan shahirlarni ko'ydirmadi. İsraillar bu shahirlardagi urush o'ljilari va mol chorvalarni o'zlariga qoldirib, barliq odamlarni qilish bilan qirib tashlab, hech kimni tirik qoldirmadi. Bu ishlarni Parvardigorning xizmatkori Musa payg'ambar Parvardigorning buyrug'ini bo'yicha Yoshuvaga topshirgan edi. Yoshuva Parvardigorning Musa payg'ambarga buyurganlarini birini qoldirmay bajo keltirdi. Yoshuva barliq zeminni, shimoli tog'liq rayonlar, butkul Negeb cho'lligi, butkul Goshan zemini, G'arbdagi İdrilxlar, Araba rayoni, Celiliyedagi tağlıq rayonlar ve İdrilxlarni bo'ysundirdi. İsraillarning zemini janubda Seyrning yenidagi Xaloq teg'idan boshlanib, shimolda Livan jilg'isining Harmon teg'i bag'ridagi Baalgat shahrigacha kengaydi. Yoshuva bu zeminlardagi barliq podsholarni yo'qotdi. İsraillar bu podsholar bilan uzun mezgil urush qildi. Bu zeminlarda yaşaydigan Gibondagi Xivlardan boshqa hech kim İsraillar bilan tinchlik ahdnomasi tuzmagan edi. Shunga ularning shaharlarining hammasini egildi. Parvardigor bu podsholarni johil qilib qo'ygan edi. Shunga ular İsraillar bilan urush qilishdi. Parvardigorning Musa payg'ambarga buyrug'ini bo'yicha
İsraillar ularning hammasini rahim qilmay tel tökköz yo'qotdi. Bu çağda Yoşuva tağlıq rayonlarda yaşavatkan anaqlarni yo'qotdi. Ular Hebron, Gibir, Anab şehirlerde hem Janub ve Şimaldaki bütün tağlıq rayonlarda yaşattı. Yoşuva ularni şehirleri bilen tel tökköz yo'qotdi. İsraillarning zemini içinde anaqlarning avlodlaridan hech kim qolmadi. Biroq ulardan ozgina bir qismi Gaza, Gat ve Ashdod şehirlerinde qilib qoldi. Xuddi Parvardigor Musa payg'ambarga buyurganidek, Yoşuva barliq zeminlarni o'z ilkiga oldi. U bu zeminlarni İsraillarning qabillariga taqsim qilib berdi. Shuningdan keyin bu zeminda urush oxirlashdi.